Bugun sizlar bilan Topkapı saroyini ziyorat qilamiz. Bu saroy Istanbulda joylashgan eng mashhur va eng tarixiy saroylardan biri. Saroyda 36 Usmoniy sultoni 400 yil davomida hukmronlik qilgan saroy bo'lib, hozir muzey sifatida ochiq. Bu yerda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muborak sochlari, qilich, muhr va har qaysi odatlari, hatto muborak tishlari va oyoq izlari ham bor. Hazrati Abu Bakr, Umar, Usmon va Ali radhiyallohu anhumlarning qilichlari ham shu yerda va barcha yirik payg'ambarlarga oid buyumlar ham saqlanmoqda. Orqa tarafga o'tsangiz, bu yer saroyning eng tinch joyi, daraxtzor manzarali bog'lar, Bosforni yuqoridan tomosha qilishingiz mumkin. Bu yerda Bag'dod ko'shki, Revan ko'shki va iftor ayvoni bor. Sultonlar shu joyda dam olgan, yozgi kunlarda vaqt o'tkazgan. Sultonlar kiygan kiyimlar ko'pchiligi 500 yildan beri saqlanib kelinyapti. Kirish to'lovi 2000 TL. Bu yerda davomiy yashayotganlar muzey kart ila kirishlari mumkin.